Hikoyamiz shu yerda to'xtaganda men Sabit apandidan ajablanib so'radim. Sabitga, "Baya siz mozorlarda so'rilib yurganni yomon ko'rman" degandek qildingiz. Siz bir taqvodor odam tursangiz, yana bundoq ishlarni yomon ko'rishingizni tushunamadim. Buning taqvodorligi nima aloqasi ekan? dedi u zardi bilan. Men uning bundoq talaffuzda gap qilganini hech anglab boqmabdi ekanman. Sizlar ziyolilar dinni bilmaysizlar. Az to'la o'rganib beqishga murag'dinglar yo'q. Ateistlarning tashviqotlarida tonishtirilgani din degan mushkan deb tushunasizlar. Hech o'ylab baxmaysizlarki, din dushmanlari dinni to'g'ri tushundiramdi. Shunga boyqidek jimiki g'aldig'asht bo'lmug'ur qiliqlarni, bid'atlarni, xurofotlarni, qisqasi aqlga yetmaydigan g'alatiliklarni din deb to'naysizlar. Sopishonlarning, xo'jalarning mozorlarda so'rilib yurishlari din emas. Din eng ashaddiy cheklaydigan bid'atlardir. Mushriklikdir. Men osonlik bilan müramga petib o'ltirib ketdim. Bu holatimni ko'rgan Sabit intayin yumshoq talaffuzda. Kechiring, ovozim bir oz ko'tarilib ketdi. Ochiqim sizga qaratilgan emas. O'zi musulmon bir xalqning avlodi turib, ajdodlari e'tiqod qilib kelayotgan dinni birinchi qo'ldan tushunib baqay demagini ochiqimni keltirdi. Yo'q, men hargiz ko'nglimga olmadim. Men haqiqatan osonlik his qildim. Demisimi deganlaringiz rost. Bu so'zim hargiz rasmiychilik emas. Chin so'zim edi. Dushman tarafidan tonishtirilgan ashu din, ya'ni ma'naviy apyon deganni menisiga qo'yib olgan. Darvinizmga asoslangan yolg'onlar. Asos qilgani yolg'on bo'lgani uchun boshqalar yolg'on bo'lmay boshqa yo'li bormi? Andin menga qarab, "Siz Darvinizmga ishonamsiz?" deb so'rab qoldi. Men bekmi osal ahvolda qoldim. Aslida Darvinizmga ishonatdim, ammo u ishonmaydi ekan. Shuni bilganim holda ishoniman deyishga jur'at qilamadim. Bu jur'at qilmaslik yana bir tarafdan faqat Sabit apandini hurmat qilganligim va uning bilan fikr ixtilofi ko'rilib, ko'ngilsizlik terib olishni xohlamaganligim uchun emasdek qiladi. Men yana vujudimdagi bir xil sirliq tuyg'uni inkor qilolmaydim. Darvinizmga aqlan ishonatdim-yu, lekin mendagi bir xil tabiiy tuyg'u davomliq mening bu xil e'tiqodim bilan qarshilashadi. Ba'zida buni psixologiya olimi Carl Gustav Jungning nazariyasi bo'yicha ajdodlarim uzoq mezgil ishonganlik uchun menga irsiyat bo'lib qolgan kollektiv angsizlikning yoshirin engimdagi ta'siridan bo'lsa kerak deb o'ylaydim. Carl Gustav Jung shveysariylik psixolog, Sigmund Freudning o'quvchisi. Uning ba'zi qarashlari tush ta'biri qatorliqlar ustozininki bilan qarama-qarshi edi. O kollektiv yoshirin ang nazariyasini o'ttirib qo'ygan. Abdurdan. Ming yillab ajdodlarimning fikr qilish usulini kontrol qilib kelgan e'tiqodning men ishlatayotgan til va men tava bo'lgan kishilar to'pining yashash usuli orqali vujudimda yanada saqlanib kelganini. Shunga bu xil tafakkur usulining men qabul qilgan tarbiya bilan yoshirin holda qarshilashishi hamon mavjud deb ishonib kelgan edim. Hozirla tuzitib olishingizning hojati yo'q. Aslida qandoq bo'lsa shuni deb beqam, dedi Sabit apandi intayin muloyimlik bilan samimiy ahvolda. Shunga uning o'z fikrini boshqalarga tangadigan zo'ravonlardan emasligini his qilib, sal g'ayratlandim. Shundimi bo'shroq ovozda, "Rost, hozirgacha ishonib keldim", dedim. "Maymundan taraqqiy qilganingizga?" dedi u masxarlik kulimsirab. Andin jiddiy tutib so'radi. "Xo'sh, undaq bo'lsa, irsiyat ilmiga ishonamsiz?" "Albatta ishonaman-da." "Bu ikkisi bir-biriga zid kelamdi qandoq? O'ylab ko'rdingizmi? Biri insonlarni turlarning o'zgarishidan barliqqa kelgan deydi. Biri turlarning o'zgarmaydiganligini, qizilgul urug'idan mangu qizilgul unib chiqadiganligini, chashqondan chashqon tug'iladiganligini isbot qiladi. Qaysisi rost?" Mana endi holim ma'lum bo'ldi. Tasmim g'altakka chiqdi. Ammo u meni bekmo osol qilib ujuqtirib etmaslik uchun o'zi izohladi. Balkim ikki turli hayvondan kelib chiqadigan uchinchi tur, masalan, xechirga o'xshash, ikki xil o'simlikni bir-biriga ulashdan kelib chiqadigan, uningmi, buningmi o'xshamaydigan uchinchi turmi shundoq bema'ni nazariya uchun bir amaliy o'rnak bo'lib xizmat qilyapsi kerak.
Ammo shuningga diqqat qildingizmikin? 3-tür hargizmi hammadan sarxil tur bo'lib barliqqa kelmaydi. Masalan, ot bilan eshakdan barliqqa keladigan xechir eshakdan yo'g'on, ammo otdan kichik bo'ladi. Har zaman o'ttirdi bo'ladi. Hargizmi buning ichidagi ustunroq turdanmi ustun bir tur emas. U holda odamning barliqqa kelishi uchun odamdan oliy bir tur shart bo'lamdi yo'q. U holda bu tur hozir nada? Mana shundoq. Rastini desam, bizlar o'zimizni ziyoli, nurliq, ko'zi ochiq, dili yo'riq deb turib, nodon odamlardan o'taroq ahvolda ekanligimizni his qilmabdik. Nima uchun bu haqda fikr yurgizmadik-da, kommunistlarning deganlariga ishondik. Nemishqa o'zimiz asli manbadan o'ginib baxmadik. Sabit mening dilimda qanot yeyayotgan, o'z-o'zimni ayiblash to'lqinini ko'rib turayotgandek shundoq dedi. Uyingizda televizor bor-ku? Ha, hayvonotlar dunyosi programmasini ko'rgan chog'ingizda nima o'ylaysiz? Rostini desam, hech narsa o'ylamaydim. Faqat qiziqarlik tuyulib ko'ratdim xolos. Qunduzning yog'och kesib, to'g'on yasashida ichiga egilgan yoy shakliga diqqat qildingizmi? İçiga egilgan yoyning besimiga qarshilik kuchi intayin zo'r. Buni zamonimizning insonlari cho'ng to'g'onlarda suv elektr stansiyasi uchun qilgan to'smalarda qo'llanyotidi-ku. İnsanlar aqlliq jonivor bo'lg'ashqa maktablarda o'rgangan, o'gitilgan. Ammo qunduzga buni kim o'rgatgandi? Tajribadanmi? Oldingilar keyingilar o'rgatgandimi? Bu shu yerda qolsin. Qum ostiga ko'milgan tuxumlardan chiqqan toshbaqa bolalari qum ostidan tipirlab chiqib, hech ozg'ishib ketmasdan dengiz tarafga yo'l elayotganini ko'rdingizmi? U qaysi tajribadan kelgan? Ularning DNA'lariga buni kim programmalagan-du? Harlarning ko'nak yasashidagi 6 burjak bo'lishining qonuniyati nimada? Buni ular nerdan o'rgangan-du? Chashqonning yer tavrashni oldin bilish-chu. Bularmi tadrijiy taraqqiyotning natijasimi-du? Sabit efendi, mening haqiqatan ko'ngil qo'yib anglayotganligimdan amin bo'lish uchun qarayotgandek, menga bir necha sekund qarab turdi. Barmoqlari orasida pelchishi mushtak silinib turadi. Darvinizmni hokimiyat kuchiga tayinib, majburiy ma'rif, darsliklar orqali kun tartibda tutib turibdi. Shuning uchunki, davlat halqagan kuchlar xiyol qilayotgan 5% tanlanganlar Cevher sinifning bütün insoniyatni qul qilish g'oyasida birinchi va eng kuchli to'salg'u din. Bu to'salg'uni yo'q qilishning nazariy asosi Darvinizm bo'lg'achqila uni majburiy kun tartibda tutish zarur bo'lyapti. Ammo Darwin o'zimi o'z nazariyasiga ishonch qila olmagan edi. Xuddi shundoq boshqa Darvinchilarmi Darvinizmdan gumonlangan bayonlarda bo'lishgan. Din ularga bir to'salg'u dedi. Bununla bir az aniqlik berib o'tay. Shuni ko'ryapmizki, boshqa dinlarga tuzitish kirgizib, uni ta'sirsiz, ilohiylikqa gumonliq, kulkilik narsaga aylantirg'ili bo'ladi. Masalan, xristianlikda Injil aslidan to'rt. Texi bu tanlab birlikka keltirilgandan keyingi holat. Aslida minglarcha turi bo'lgan. Shunga uningga bugungacha tuzitish kirgizish davom qilyapti. Yaqindan beri G'arb dunyosida kishilik huquq davrini bilan birga o'xshash jinsliklarning muhabbatlashish masalasidagi kishilik huquq uqumi tilga ilinyapti. O'xshash jinsliklarning kishilik huquqiga hurmat qilib, ularning cherkovda to'y qilishiga ruxsat qilish masalasi kun tartibga kelyapti. Tunji qitim Avstraliyada 1961-yili bu mazmundagi namoyish bo'lib o'tganligini radiodan angladim. Bundaq bir g'alati ish dinning nupuzini ko'zga ilmagandek o'ttirig'i chiqarilgan ekan, bir kunlari qabul qildirildi degan gap. Bu yana shunimi tushundirdi. Bu yerda ko'zga ilg'udek dinning nupuzi yo'q. Mana bundaq qiliqlarni islom dinida tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Bu nuqtadan aytganda Darvinizmning asosi yoki birdan bir dushmani islom dini. Mana endi gapning qiziqi chiqqan edi. Men bu gumonlanishning qanday dalillari borligini anglashga haqiqatan mutashna edim. Sabit buni o'z gapini rost qilish uchun yo'tig'i uribli demayotgan bo'lsa, u mening ko'zimdagi shubha alomatlarini darhol bayqamay qolmadi. Chunki u Sabit apandida. Shunisi yaxshi bo'ldiki, odamni tanqislikda qo'yadigan savollarni so'rashga to'g'ri kelmayla, ko'nglingda tug'ilgan savollarni sezib javobini beradi.
Darwinning Türlərning kelib chiqishi degan kitobini ko'rmagansiz tayinliq. Uyg'urchada yo'q, har holda. Men ruschasini o'qidim. Uning 6-bobi nazariyaning qiyinchiliklarida Darwin o'z nazariyasini yolg'onga chiqarib etadigan nurg'un bayqashlarni e'tirof qiladi. U tok chiqaradigan beliqlar haqida shundoq deydi. Beliqlarning elektr organlari nazariyam uchun yana bir qiyinchilikni maxsus paydo qilmoqda. Bu ajoyib organlarning qaysi xil bosqichlardan shakllanganligini taxmin qilish imkonsiz. Elektr organlar yana kelib boshqa bir qiyinchilikni paydo qilmoqda. Bundaq organlar bir-biridan intayin farqli bo'lgan, taxminan 12 xil biliq turida o'xshashli mavjud. Bechora Darwin hatto shundoq degan. Tozning paylarini ko'rish meni bearam qiladi. U yana shundoq e'tirofdimi bo'lgan. Agar oq-oqidan yuz bergan ko'p sondagi tipik o'zgarishlar orqali murakkab bir organning shakllanishining mumkin emasligi isbotlansa, nazariyam qat'iy holda yemirilgan bo'ladi. Foydali bo'lgan o'zgarishlar hosil bo'lmaydigan bo'lsa, tabiiy tanlash hech nimaga yaramaydi. Xohlasangiz, bu haqda boshqa Darwinchilarning e'tiroflaridan bir necha naql qila olaman. Shundaqla Darwinchi emaslarning bu nazariyani rad qiladigan bayqashlarini deb bera olaman. Sabit bir hazojimchilikdan keyin tuyuqsizlar mendan so'radi. Ruh yoki jon modda emas. Biz uni ko'rolmaymiz. Metafizik hukm. Darwinizm yoki materialistlar metafiziki bilan faqatli chiqishamaydigan tursa, u holda modda bo'lmagan bir shayni qandoq tushundira oladi? Bir odam o'lsa, uning badanining ma'lum bir yeri kamlab qolmaydi. Ammo keraksiz, qimmatsiz, hatto darhol ko'zini yo'qotmasa, ko'mib etmasa bo'lmaydigan yerginishlik narsaga aylanib qoladi. Aslida uni qadrli qilib turgan, uni aziz qilgan, amdilikda uningdan ayrilib ketgan shu narsa zodi nima? O'ylab ko'rdingizmi? Men buni o'ylab ko'rmagan. O'ylag'idekmi bo'lmagan. Bilimimmi buningga yetgudek emas edi. Shunga xijolatga to'lgan ko'z nurimni uningdan uzmay paqirab turdim. Bir hazo jonni qiynag'uvchi sukutdan keyin u pichirlab degudek, go'yo o'z-o'ziga da'vatgandek. Bu ruh jon deganimiz shu. Allah bizni tuproqdan yasagandan keyin men uningga o'z ruhimdan po'layman degan emasmi? İnsonni aziz qilib turgan jonning azizligi mana shuningdan manbalangan desakmi bo'ladi. Uning bilan bo'lgan suhbatlar davomida mening vujudimda tabiiy bor bo'lgan, lekin o'zim dastlabda bostirib kelgan, keyin mavjudlikni e'tirof qilishdan o'zimni qochirgan bir xil tabiiy sirliq tuyg'u kuchayishga boshladi. Dastlabki chog'larda men uning o'zim uchun haqiqat bo'lib tuyulayotgan Darwinizm bilan qarshilashishiga yo'l qo'ymay kelgan bo'lsam kerak. Endi bo'lsa u kuchayib, menimni son-sanoqsiz savollar bilan ko'mib, men haqiqat deb ishongan bilimlarni qiynoqqa olmoqda edi. Uningdan bu temada yuzlarcha savol so'rashni va javobga erishishni albatta xohlaydim. Uningdan bu haqdagi qarashlari va qarashlariga asos bo'lgan g'arb olimlarining yangi kashflarini anglashni nimishqa xohlamay. Mana shundan keyin ko'nglimga biror diniy masalalarga oid savol kelsa, Sabit apandidan so'raydigan bo'ldim. Din haqidagi bundaq izlanishim Sabitga bak yiqib qoldi. Shunga u bakmo atrofliq, tushunishlik so'zlab beradi. Darwinizm haqidagi gaplarimi xuddi tep-tinch suv yuziga birdilla bir tosh tushgandek. Ko'nglimda muqimlashib qolgan bir tushunchani tunji qatim tavritib qo'ygan edi. Buning bilanla texi qoyil bo'lib ketmagan bo'lsam-mu, keyincha fursat bo'lsa, uning bilan bu temada munozirlashib beqishni ko'nglimga pukdim. Keyingi suhbatlarimizda men fursat tepib, tadrijiy taraqqiyot haqidagi tugunlarni bir yo'l yeshib etish uchun uni ko'chlab, yana bir muncha Darwinchilarning e'tiroflarini angladim. Angliyalik Derek Ager shundoq degan edi. Qiyinchiligimiz shu. Tashqi aylangan jonli qoldiqlarni ilmiy tadqiq qilganimizda turlar yoki sinflar saviyasida bo'lsin, davomli o'xshash reallik bilan uchrashimiz. Bosqichma-bosqich tadrijiy taraqqiyot bilan emas, birdilla yer yuzida shakllangan turlarni ko'ramiz. Bu yerda hammani deb o'ltirishimga kerak yo'qki, meni Darwinizmning yolg'onlaridan hö qilib ko'p dalillarni oldim tashildi. Suhbatimiz izchil bo'lmasmi, vaqt topali saqla davom qiladi.
Ba'zida oylarcha fursat topolmaymi qolatdiq. Shuningga hayron edimki, bu odam suhbatning qayerga kelib to'xtaganligini hech xatosiz esida tutadi. Bu haqdami quloqimizga kirgan rivoyatlar rost o'xshaydi. Mamtili apandi izchilarni boshlab Qashqar atrofidagi nahiya va yezi kentlarni aralab ma'rif tashviqot qilganda muallimlardan faqatla Sabit apandini elib olibdi. Mamtili apandi uning xotirasining kuchliligini mudhish bir xotirasi bor deb ta'riflaydi ekanmish. Balkim ashu safarga Sabitni elib olishida uning asli tush iqtidoriga bo'lgan bir xil umid bilan ashu safar va uning tafsilotlarini esida tutib olsin debmidi ekan. Manga so'zlab berayotgan hayot hikoyasi jarayonidami sonsiz misollarni uchratdim. U 50 yilning oldida bir qatim ko'rgan odamlarning ismini xatosiz deb beralaydi. Keyingi suhbat uchun uning heliqi so'zunchoq uyga kirib kelganimda u yeziq sheras oldida kitob o'qiyotgan ekan. Uning nima o'qiyotganligini mundaqli so'rab qo'ydim. U Qur'oni Karimning Uyg'urcha tarjimasini o'qiyapman, dedi iftixorlangandek ohangda. Bu chaqda Qur'oni Karim yangidan nashrdan chiqqan edi. Rostini desam, men tex o'qimagan, hatto setib olmagan edim. U hikoyasini boshlashga tamshilayotganda o'zimni o'ylantirib turgan bir savolni so'rag'im keldi. Sabitga, sizning haqqingizda tarilib yurgan tarafingizga qarasa, siz bilan yaqinlashish, mungdosh bo'lish mumkin emasdekli bir ish edi. Shuning uchunmikin men mush kunlarda siz bilan birga o'ltirgan chaqlarimda buning reallik ekanligiga ishonolmayman qolaman. Chunki siz dangliq adiblarning hammasini bilasiz. Ba'zilari bilan turmalarda birga yotdingiz. Shulardan rostilla menga eshib, hayot hikoyangizda anglashga muyassar bo'lganimga haqiqatan ishonmay qolaman. Sizni yoritib, ichsir to'kib qolishimning sababi yosh bo'lganligingiz. Ruhingizning ko'p bulg'unishga duch kelmagan fursatida qutuldirib olishga umid bog'laganligimdan. Peshqadam adiblarimizni ko'rmadingizmi? Xitoylar bergan sharaf tojlariga mast bo'lishib, yezib yurgan madhiyalarini. Odamning ko'ngli ilishqidek sharmanda darajalarga yetgan. Siz undaq narsalarni hargiz yezib qolmang. Hech kim beshingizda qilish tanlab to'magandikin, undaq munofiqona narsalarni yezib o'zingizni rasvo qilmang. Tarix hamon keyingilar tarafidan yeziladi. Shaxslarga keyingilar qayta baho beradi. Ba'zilar hayotligida o'zi uchun xotira munorasi tiklash qo'ydi. Bu xuddi Appa xo'jining o'zi uchun gumbaz yasatganiga o'xshaydi. Gumbaz bo'lsa, tavob qilg'uvchilar hamon tepilib turadi deb o'ylaydi. Ammo ko'ryapsizki, Appa xo'ja haqida yangi tanishlar kun sari kuchayyapti. Uni munofiq deb taniydiganlarning soni bir kunisi asosiy o'rinda turadigan bo'lganda, bu gumbaz la'natning simvoli bo'lib qoladi. Xuddi shuningdek, zamonimizning Appa xo'jalari haqida shunday qiyosda bo'lish xato emas. Bugungi yoshlarni ko'ryapsiz. 50-yillardan qolgan daşqal adiblardek paskash xushomat, millatga to'qi la'nat bo'lib qoladigan sharmanda narsalarni uncha yozmayotdi. Aksicha, milliy ruh urg'ib turgan asarlar asosiy o'rinda. Ashu zamon Appa xo'jalarini mushi yoshlar baholaydi. U chog'da nima bo'ladi? Shunga qat'iy ishonish kerakki, bugungilarning ko'zini paqirtib turib qilgan xushomat baholari hisob bo'lmaydi. Mana shu chaqda ashu rasvo narsalarga sizga baho berishda xam material paket bo'lib qoladi. Qarshi mazmunda yoza olmaydiganligingizni bilaman. Buning imkon yo'q. Buni keyingilar tushuna oladi. Ammo munofiqlikka dalil bo'lib qoladigan narsalarni yozmang. Savolimga javob berib bo'libla hayot hikoyasini kelgan yerdan boshladi.